Hammaga, demak, bizni veb-saytimiz tayyor bo'ldi. Biz kurslarimiz haqida ma'lumot beramiz. Fizikani noldan o'rganuvchilar uchun maxsus. Mana veb-sayt havolasini ustiga bosamiz. Bizda havola kelib chiqadi. Ustiga bossak, ochishni, demak, veb-saytga o'tamiz va veb-saytga ro'yxatdan o'tish ikkita tartibda bo'ladi. Fizika Telegram bot orqali yoki o'sha Google akkaunt orqali kirish mumkin. Boshlashni bosaman. Men demak fizikani noldan o'rganmoqchiman. Shuning uchun mavzulashtirilgan testlar bo'limiga kirishim kerak. Mavzulashtirilgan testlar bo'limi menda kinematika bo'limi kelib chiqadi. Kinematika bo'limida mana nazar testlarimiz kelib chiqyapti. O'sha testlarga har bir mavzuga masalan namuna sifatida 4 natijaviy tezlikni bosamiz. Mana foydalangan adabiyotlar, savollar soni, vaqti har bir savolga 1 balldan. Endi bu mavzuning nazariy darsini ko'rmagan bo'lsangiz, mana ko'rasiz, foydali qo'llanmani ustiga bossangiz, sizni nazariy darsga olib chiqadi. O'sha nazariy dars kelib chiqadi. Mana YouTube'da fizika ustoz deb YouTube'ga yozadigan bo'lsangiz, hamma dars, video darslarimiz qo'yilgan, nazariy darslarimiz kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu tekin, hamma foydalanish imkoniyatiga ega. Lekin testlarimizdan foydalanishingiz uchun bizni kurslarimizni sotib olishingiz kerak. Endi e'tibor qaratamiz mana testni boshlash. Hozir ekran yozuvi qilayotganim uchun menda boshlash yozuvi pastda bo'lib qolyapti, ekranga sig'madi. Testni boshlashni bosaman. Mana tizim demak testlarimiz kelib chiqadi. Mana testlarni ishlab ketaveraman. Keyingi savol masalan men bu belgilab ketaveraman. Mana ildizlik javoblarda tagiga chiziqcha bo'lib qolgan, uni e'tiborga olmaymiz. Deyarli ko'p narsani hal qilmaydi. Demak, e'tibor qiladigan bo'lsak, mana testlarimiz soni 56 ta bo'lyapti. Yakunlashni bosaman. Ha, yakunlash bosildi. Yakunlash bosganimizdan keyin mana to'g'ri javoblar soni, noto'g'ri javoblar soni ko'rinadi. Endi undan tashqari har bir savolga video yechim qilingan va video yechimni ustiga bossangiz, o'sha video yechimni ko'rsatadi. Masalan, mana shu masala ko'rmoqchiman. Kattalashtirib ko'ramiz. Demak, ekranni, telefonni burib olamiz ko'rmoqchi bo'lsak, mana masalani sharti ketyapti, ishlanishlari tushuntirilgan. O'tkazib ko'rishimiz mumkin ishlanishlarini. Xo'sh. Demak, mana ishlanish tushuntirilgan, xuddi shunday har bir masalani video yechimi kiritilgan testlarimizga. Bu testlarni ishlash uchun men sizga akkauntingizga ruxsat beraman, keyin kirib foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'g'ridan to'g'ri kirib testni ishlay olmaysiz.